Assalomu alaykum. Aziz YouTube ahli, mana mobilda ham shunday stolim, maskanlar bor. Hozir men sizlarga ko'rsataman, mana qanday sharoitda yaratilgan. Ajoyib futbol o'ynash mumkin. Madaniy hordiq olish mumkin. Marhamat kelib, dam olib ketish mumkin. Bugün bu yoqqa harbiy xizmat Janubiy G'arbiy okrugini Mobil poligon mashq cho'lda barpo etilgan poligonga tashrif aylanganmiz. Bugun o'z konsertlarimizni taqdim qilamiz. Sizlarni tanishtirib o'taman. Mana bu yerda uy hayvonlari, quyonlar bor. Quyon o'z-o'zidan ma'lumki hammaga ko'payib ketadi, ayniqsa parhez qiladigan insonlar uchun go'shti juda ham foydali. Bu bo'limda esa mana qarang, qanday chiroyli tovus. Tovuslar bor. Tinchlik ramzi kabutarlar bor. Ko'rib odamning ko'zi yashnaydi. Mana bu xatni qarang, qanday chiroyli. Ajoyib. Barchaning xonadonida yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Xonadonlaringizga fayz baraka tilayman. Borib yaxshi kunlarda xizmatda bo'laylik. Omon bo'linglar azizlar.